Qizlarjonlar, yaqinroq kelinglar. Xitoydan 15 kilogramm kelgan tovarimni raspakovkasini birgalikda qilamiz. O'tgan safar bolajonlarning tishi chiqqanda qichitadigan pechenamizdan ko'plarga yetmagan edi. Naqd 100 ta olib keltirganman. Endi hammaga yetadi, lekin bu videoni tahlil qo'yaman degunimgacha yarmini sotib tashladim. Kamgina qoldi, tezgina ulgurib olinglar. Qizlarjonlar, mana shu Polarta degan shvabran narxi qancha deb o'ylaysizlar? Tez taxmin qilinglar. Bilaman, baribir narxini topolmagansiz. O'zim ayta qolaman. Narxi 15 ming so'm, kargosi bilan 30 ming so'mga tushdi. Mana shu shvabra ichida 5 ta Polarta degan polatasi bilan. O'zimizda 150 mingga sotayotganini ko'rdim. Ko'rdinglarmi? Qancha pulim o'zimni kistamga ekonom bo'lib. Mana shunaqa parni pijama zakaz qildim. Yangi yil bo'p oilaviy bir xil qilib kiyib yuramiz. Qizimning pijamasini qaranglar, asalligini. Mana shu 3 ta pijama menga 150 mingga tushdi. Kargosi bilan 200 mingga. Asli o'zimizdan bitta pijama narxini 200 mingga sotib olasizlar. Ko'rdinglarmi? Xitoydan zakaz qilsanglar qancha pulinglar yoninglarda ekonom bo'lib qoladi. O'zingizlarni yondirib yuboradigan mana shunaqa miyatli konfetam zakaz qilganman. Voy, mana shu kosmetikamni qancha kutdim. Ham labinglarni, ham qoshinglarni bo'yasanglar bo'ladi. 2-3 kunga bemalol turib berar ekan. Xitoydan mana shunaqa kosmetikalarni ham topsanglar bo'ladi. Qizimga qaranglar, qanaqa asal bo'lgan bodichalar zakaz qilganman. Bu kiyimchalarning narxi ham o'zimizdagi narxlardan 2-3 barobar arzoniga zakaz qildim qizlarjonlar. Hozirgi kunda men zakaz qilgan programmalarda katta chegirmalar ketyapti. 50%, 30% chegirmalar. Yangi yilga yaqinlarimga juda ham ko'p podarkalar zakaz qilganman. Ular kelsa, ularni ham raspakovkasini qilib beraman. Siz ham Xitoydan arzon va sifatli narsalarni xarid qilishni xohlasangiz, o'zimni Xitoy kursimga taklif qilaman. Xitoy kursimda 0 dan professional darajasigacha zakaz qilishlarni men sizga o'rgataman. Uyda o'tirgan holda onlayn magazinni ochib, Xitoydan sifatli tovarlarni arzon narxga olib kelib, o'zimizda qimmatiga sotib, yaxshigina daromad ham topsangiz bo'ladi. Sizlarni Xitoy kursimda kutib qolaman.